Rasman tasdiqlandi. Hamza Chimayev va Nasriddin Imomov Ramazondan keyin jang qilishadi. UFC rasmiylari tomonidan e'lon qilinishicha, Hamza Chimayev navbatdagi jangini Nasriddin Imomovga qarshi o'tkazadi. Ushbu jang Ramazon oyidan keyin bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Kuni kecha Dana White navbatdagi super janglar ro'yxatini rasman e'lon qildi. Lekin bitta joyda katta savol tug'ildi. Arman Sarukanga nisbatan adolatsizlik bo'lgandek tuyulmoqda. Arman bu holatni jim qarshi olmadi va o'zining keskin javobini berdi. Eng qizig'i, biz janglarni zavq bilan tomosha qiladigan Justin Gaethje ham oktagonga qaytmoqda. Ushbu video davomida Dana White e'lon qilgan yangi super janglar, Arman Sarukan atrofidagi adolatsizlik va uning javobi va albatta Justin Gaethjening katta qaytishi. Ularning barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, qulayroq o'rnashing, ovozni balandroq qiling. Biz boshladik. Hamza Chimayev Ramazondan so'ng o'rta vazn chempionlik kamari uchun Fransiya vakili Dog'istonlik Nasriddin Imomov bilan jang qiladi. Bu ma'lumotni har ikki jangchi ijtimoiy tarmoqlarda tasdiqlashdi. Imomovning aytishicha, u UFC bilan gaplashgan va ularga bitta shart qo'ygan, faqat chempionlik jangi. Nasriddinning gaplari: Agar Hamza Chimayev bilan jang uchun kutish kerak bo'lsa, men kutaman. Menga oraliq janglar kerak emas. Meni faqat chempionlik darajasidagi raqib qiziqtiradi. Chimayev aynan shunday jangchi. Katta janglar katta tayyorgarlikni talab qiladi va men o'zimni to'liq tayyor, ham jismonan, ham ruhan tayyor deb hisoblayman. Odatda kutishni yoqtirmayman. Doim jang qilishni istayman. Lekin Hamzat uchun kutishga ham tayyorman, deb yozdi Nasriddin Imomov. Hamzat shunday deb javob berdi: Ramazondan keyin ko'rishguncha Imomov, kurashing ustida ishlashga vaqting bor-ku, deb javob berdi Hamza Chimayev. Bu so'zlar Hamza Chimayevning o'ziga bo'lgan ishonchini va chempionlik darajasini yana bir bor ko'rsatdi. U gap bilan emas, ish bilan javob beradigan jangchi. Endi esa Ramazondan keyin bizni juda qiziqarli jang kutmoqda. Kecha Dana White UFC'dagi navbatdagi yirik janglarni rasman e'lon qildi. Unda chempionlik janglari, reyting uchun muhim to'qnashuvlar va muxlislar intiqlik bilan kutayotgan super janglar mavjud. Ayrim qarorlar muxlislar orasida bahslarga sabab bo'ldi. Ayrim janglar esa hammani xursand qildi. Dana White rasman e'lon qildi: Justin Gaethje va Paddy Pimblett o'rtasidagi vaqtinchalik chempionlik jangi bo'lib o'tadi. Bu paytda amaldagi chempion Ilia Topuria shaxsiy muammolari sabab hozircha jang qilmaydi, lekin u chempionlik kamaridan voz kechmoqchi emas. Topuria tayyor bo'lishi bilan Gaethje va Pimblett jangining g'olibi bilan birlashtiruvchi jang o'tkazishi mumkin. Dana Whitening aytishicha, Gaethje va Pimblett jangining g'olibi vaqtinchalik chempion bo'ladi. Undan keyin esa Topuria bilan haqiqiy chempionlik uchun jang qiladi. Hozircha Arman Sarukanning taqdiri ham noaniq. U zaxira jangchi sifatida chempionlik janglaridan biriga qo'shilishi mumkin yoki Topuria kamarini bo'shatib, Islam Maxachevga qarshi yuqori vaznda jang qilish ehtimoli ham bor. Bunday holatda esa Gaethje va Pimblett g'olibi keyin Sarukan bilan jang qilib, to'liq chempion bo'lishi mumkin. Agar bularning hech biri amalga oshmasa, Arman Sarukan vaqt o'tkazmaslik uchun kuchli beshlikka kirmagan raqib bilan jang qilishga majbur bo'ladi. Chunki barcha belgilar Max Holloway Charles Oliveiraga qarshi BMF kamarini himoya qilishga ishora qilmoqda. Gaethje va Pimblett o'rtasidagi vaqtinchalik chempionlik jangi esa 24-yanvar kuni Las Vegasda UFC 324 turnirida bo'lib o'tadi. Arman Sarukan bu holatni ichiga yutib jim qolmadi. U ijtimoiy tarmoqlarda alam bilan buning mohiyatini tushuntirib bering deb yozdi. Keyin esa bu so'zlarni qo'shdi: Sabr va mashaqqatli mehnat oxir-oqibat hammasini o'z joyiga qo'yadi. Bu gaplar uning ichidagi norozilik, alam va adolatga bo'lgan ishonchni yaqqol ko'rsatib turibdi. Liga rahbariyati kutilmaganda chempionlik uchun jangni reytingda 4-chi va 5-o'rindagi jangchilar o'rtasida o'tkazishga qaror qildi. Holbuki o'tgan hafta Dan Hookerni ishonchli tarzda mag'lub etib, chempionlikka eng munosib da'vogar ekanligini isbotlagan Arman Sarukan butunlay chetda qoldi. Bu qaror ko'plab muxlislar orasida adolat borasida katta savollarni keltirib chiqardi. Katta ehtimol bilan Dana White hanuzgacha Armandan biroz xafa. Bunga sabab Islam Maxachev bilan jangga atigi 1-2 soat qolganida belidan olgan jarohati tufayli jang bekor bo'lgani. Balki bugungi qarorlar ham aynan shu voqea fonida qabul qilinayotgandir. Baribir vaqt hammasini o'z o'rniga qo'yadi. Armanning navbati hali oldinda. Yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha barchangizga xayr.